Assalomu alaykum. Hafta davomida qabul qilingan qonunchilikdagi yangiliklar bilan tanishing. Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident farmoni bilan Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti negizida Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti tashkil etiladi. Universitet respublikada pedagog kadrlar tayyorlash bo'yicha yetakchi oliy ta'lim tashkiloti etib belgilandi. 2025-2026 o'quv yilidan universitetning boshqaruv tizimi yangi O'zbekiston universiteti tajribasi asosida tubdan takomillashtiriladi. Universitetning mavjud 14 ta fakulteti maqbullashtirilib, 6 ta pedagogika oliy maktablari tashkil etiladi. Pedagog kadrlarni tayyorlash faqat kunduzgi va kechki ta'lim shakli bo'yicha tashkil etilib, sirtqi ta'lim shakliga qabul amalga oshirilmaydi. Al-Xorazmiy universitetini tashkil etish hamda axborot texnologiyalari sohasida kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qaroriga ko'ra muhandislik va IT sohasida kadrlar tayyorlashga ixtisoslashgan Al-Xorazmiy universiteti tashkil etiladi. Universitetning asosiy faoliyat yo'nalishlari etib quyidagilar belgilandi. Jumladan, matematika, aerokosmik texnologiyalar, muhandislik, IT va sun'iy intellekt sohalari uchun zamonaviy bilim va malakaga ega oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlash, ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi mavjud ehtiyojlardan kelib chiqib, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, shuningdek, chet ellardagi nufuzli tan olingan ilmiy markazlar bilan yaqindan hamkorlik qilish, talabalarni ilmiy va innovatsion faoliyatga keng jalb etish. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qaroriga ko'ra quyidagilar O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish loyihasining asosiy maqsadlari etib belgilandi. 2025-2029 yillar davomida zamonaviy standartlar asosida kamida 58 ta maktab qurish va 72 mingdan ziyod qo'shimcha o'quv o'rinlarini yaratish orqali sohadagi navbatlilik koeffitsiyentini kamaytirish, kamida 500 nafar nogironligi bor o'quvchilar uchun inklyuziv ta'lim sharoitlarini yaratish, davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarini xalqaro talablarga muvofiqlashtirish, kompetensiyalarga asoslangan ta'lim tamoyillarini joriy etish, laboratoriya mashg'ulotlarini STEM standartlariga muvofiq tashkil qilish, xalqaro talabalar va yondashuvlar asosida 36 ming nafar pedagog kadrlarning kasbiy rivojlanishini ta'minlash, malaka oshirishning aralash o'qitish modelini joriy qilish. Yangi O'zbekiston universiteti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Prezident qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, universitet huzurida ilg'or bilim va tajribalar transferi markazi tashkil etiladi. 2025-2026 o'quv yilidan universitetning magistratura mutaxassislari talabalariga Vazirlar Mahkamasining qarori bilan ta'limning bakalavriat bosqichiga joriy qilingan davlat grantini ajratish tartibi joriy etiladi. 2027 yil 1-dekabrgacha universitet uchun olib kelinadi va muqobilli O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan qurilma, dasturiy va texnik vositalar, butlovchi qismlar bojxona to'lovlaridan ozod etiladi. Umumiy o'rta ta'lim sohasi xodimlari o'rtasida yil o'qituvchisi hamda kasbiy mahorat yetakchisi tanlovlarini tashkil etish va o'tkazish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qaroriga ko'ra 2026 yildan har 2 yilda bir marta quyidagi tanlovlar o'tkaziladi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tizimidagi umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari pedagog xodimlari o'rtasida yil o'qituvchisi tanlovi, pedagogik mahorat markazlari direktorlari o'rtasida kasbiy mahorat yetakchisi tanlovi. Tanlovlar yakunlariga ko'ra g'olib deb topilgan har bir nomzod QR kodli sertifikat bilan taqdirlanadi. Sertifikat asosida g'oliblar bazaviy hisoblash miqdorining 1400 baravari, 525 million so'mga teng pul mukofoti bilan taqdirlanadi. Qonunchilikdagi shu va boshqa xabarlar bilan Adliya vazirligining huquqiy axborot Telegram kanali orqali tanishishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.